Salomat deydigan darajaga darvozalar keldimi? Taxta darvozalar davri o'tdi. Buni bemalol o'tinga ishlatib olsalaring bo'ladi. Buni zamonaviy darvozalar keldi. Buni sentr zamoviy ham yo'q. Bitta eng yomon tomoni bu teshiklarni ko'ryapsizlarmi? Uydagilar ko'rinib qoladi. Bu degani juda katta minus. Iloji boricha bo'ladi, iloji boricha o'tin qilib ishlatib olish kerak. Sizlarga arzon darvozalardan tanishtirib o'taman. Juda ko'pchilik darvozalar qimmat deb o'ylaydi, lekin darvozalar eng arzon joylariga kelganmiz. 550 ming so'mdan boshlab turib, hop 2 milliongacha ketadi. Keling, bitta so'z isboti bilan darvozani arzonni ko'rsatib beraman. Shu ko'rib turgan darvozangiz 3 ga 3,5 darvozamizni 4 million 200 ming so'm, 4 million qilib berishadi. Bu tomondagi darvozamizni 340 ga 360 ni 5 million 500 ming so'mga chiroyli holatda qilib beriladi. Undan tashqari lisli darvozalar deganlarga lisli darvozamizni 330 ga 296 ni 11 million 700 ming so'm qilib beriladi. Hop, pechatli darvozalarimizga 5 yil kraskasiga garantiya, lisli darvozalarimizga 10 yilga kraskasiga garantiya berishadi.